Hammaga assalomu alaykum YouTube ahli, charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Bunga video roligimiz legendarniy o'sha Counter Strike 1.6 ni pro o'yinchida nastroyka qilish haqida bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Birinchi nastroykaga kirib olasizlar mana. 0 dan boshlab o'rgataman. Hamma narsasini 0 dan boshlab o'rgataman sizlarga. Mana birinchi avatari bor. Avatarni o'zingizlar xohlaganingizlarda tanlasanglar bo'ladi. Mana загрузитga bosasizlar. Hozir men sizlarga 0 dan ko'rsataman. Загрузитga bossanglar mana shu oyna chiqadi sizlarda. Mana shu oyna chiqqandan keyin birinchi bo'lim avatarsga bosasizlar. Bunda 30 ta rasmlar bo'ladi. O'zingizlarga xohlaganini tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Mana masalan menga mana shu sklet yoqdi deylik. Mana shu sklet yoqsa, mana shunda qoldirasizlar bo'ldi. Hop, keyingisi logotip ni bossanglar bilasizlar, logotip qo'yadi. O'sha logotipni ham o'zingizlar to'g'rilasanglar bo'ladi. Hop. Mana o'rdak. Bunda ham bir 20 tacha rasmlar bor. Mana masalan mana shu ikki rasmlik ani qo'yamiz. Buni rangini tanlasanglar ham bo'ladi. Ko'k qilsanglar bo'ladi. Yana o'zini ranglari bor 10 tacha. Hop, keyingi bo'lim ism. Ismni o'zingizlar xohlaganingizcha qo'yasizlar. Masalan, men kanalni nomi Geji deb yozib qo'yaman. Bunga har xil narsalar qo'shsanglar bo'ladi. Yana o'zingizlar nik yozsanglar bo'ladi, chiroyli. Hop, bit pretsellarga keldik. Bit pretsellarda sizlarda avto razmer turgan bo'ladi. Avto razmerni malinka qilasizlar. Rangini голубой emas, zеленый qilib qo'yasizlar. Va men bu prozrachностni o'chirib qo'ysanglar, pretsel tirnoq ko'rinadi. Hop, keyingi bo'lim дополнительно degan bo'limdan mana o'rtaroqqa olib kelamiz. Sizlarda mana bu имени игроков в центре mana shu bundoq turgan bo'ladi, ochiq turgan bo'ladi. Bitta bosib qo'yasizlar, mana bu ham ochiq turgan bo'ladi. Avtomatik pomosh. O'shani yoqib qo'ysanglar, bu juda ham keraklisi. Nega kerak? O'yinchilar chiqqanda o'sha o'yinchilarga o'zi pretsel avtomatik tarzda olib kelib beradi. Hop, bularga tegmasanglar ham bo'laveradi. Dani bosamiz, klaviaturaga kiramiz. Hop, endi OK bosib qo'yamizda klaviaturani men sizlarga o'yinda ko'rsataman. Klaviaturani qanaqa nastroyka qilishni hozir o'yinga kirib olamiz. Va yana davom etamiz. Kanalga yangi kelganlar obuna bo'lib, podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu sizlar uchun 2 minutlik, lekin men uchun katta motivatsiya bo'ladi. Hop, mana boshladi. Hamma narsa noldan his qilgan nastroyka qilganman. Nastroykaga kiramiz. Hop, klaviaturaga kiramiz. Sakrash. Birinchi o'rinda sakrash. Izmenish qilamiz. Chiqonchani o'rtasidagi g'ildirakchasini bitta tepaga surib qo'yamiz. Keyin OK ni bosamiz. OK bosib saqlanib qilamiz. Keyin nima o'zgarganligini ko'ramiz. Mana chiqonchani tepaga qilsanglar ham sakraydi. Endi keyingi nastroykasi hammasini bitirib ketamiz. Keyin oxirida qanaqa farq bo'lishini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'zimiz tekshirib olamiz. Nastroykaga kiramiz. Left CTRLni o'zingizlarga, ya'ni bu o'tirishi izmenit qilamizda, sichqonchani bitta pastga tushiramiz g'ildirakchasini. Menga CTRLni bosib o'tirish noqulay, o'shaning uchun men K ga qo'yib qo'yaman. Hop. Keyin yana nimalarimiz bor? Bo'limga shu. Mana endi sichqonchani g'ildirakchasini pastga sursanglar o'tiradi. Mana tepaga sursanglar sakraydi. Endi double dash qilishni o'rgataman sizlarga. Sichqonchani bitta pastga qilasizlarda o'tirishni bosasiz. Sichqonchani bitta pastga qilasizlarda o'tirib olasiz. Endi double dash bo'ladi. O'yinchilarning otish ehtimoli kamayadi mana. Yoki sizlarga banning hop qilishni ham o'rgatsam bo'ladi. Keyingi videoyimda banning hop qilishni o'rgataman. Hop. Keyingi nastroykasi mishkani iloji boricha pasaytirib qo'yishingiz kerak, chunki bu sizlarga menga masalan 0.8 qilay. O'shaning uchun 0.8 ga qo'yib qo'yaman. Bu o'yinchining boshiga poylashga ko'proq yordam beradi. Sizlarda mana bu narsalar ochiq bo'lsa kerak. Mana shu narsalarni yoqib qo'yishingiz kerak. Hop. Keyingisi audio unchalik kerak emas. Gromkost sizlarda
sal teparoq turadi. Mana shu 90% turadi. Sizlar buni o'rtasiga olib kelib 50% qilib qo'yasizlar. Gromkost Y ni sal ko'tarib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Shunda serverga kirib o'ynaganinglarda odamlar gapirsa, o'sha ovoz sal pasaytirib, o'yin ovozi sizlarga sal ko'tarib beradi. Bu sizlarga yaxshi imkoniyat beradi. Keyin asosiy narsasi pro o'yinchi bo'lish uchun Shirokida normalniga qo'yasizlar va bu joydan 800 ga 60 qo'yasizlar. Hozir men sizlarga bu nima bo'lishini ko'rsataman. Hop, yarkisni sal o'rtarog'iga olib kelib qo'yasizlar. Gammani sal pasaytirib qo'yasizlar. Okey bosamiz. Keyin o'yindan kontrdan chiqib ketadi. Hozir kontrdan chiqib ketadi. Qaytib kirib yana o'yinga boshlaymiz. Ekranning oynasiga unchalik e'tibor bermaysizlar. Bardak bo'lib yotibdi. Kontrga kiramiz. Kontrga kirdi. Ikki chekasi sal kichkina bo'lib qoladi. Ayniqsa pro o'yinchiga o'xshab o'ynashinglarga mana shu narsa ancha katta yordam beradi. Chunki hozir men sizlarga o'yinda ko'rsataman. Hop, mana videoda turgandek, hop. Выключить HD modelli игроков bossanglar o'yinchilarning ko'rinishlari o'zgarib qoladi. Sal eski bo'lib qoladi. Hop, buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, yoqib qo'ysak ham bo'ladi. Hammaga har xil. Men bu joyga ham tegmaymiz, bu joyga ham tegmaymiz. Okey bosamiz. Endi hozir men sizlarga birinchi botlarda o'ynab ko'rsataman. Hop, ikkita bot qo'shamiz, sredniyaga qo'yamiz, o'rtachaga. Bu ikki oyna yonini kichraytirib qo'yganimiz sizlarga o'yinchining boshiga ko'proq foydalashga yordam beradi. Hozir o'yinda ko'rsataman. Hamma Navi'lar, Simple'lar ham bir ikkisi 1.6 ni xuddi mana shunaqa kichkina oynada o'ynaydi. Mana qo'ygan emotsiyamizni ko'rishingiz mumkin. Hop, birinchi raund. Logotipiga chalg'ib qoldik. Ovozni bo'laradimi? Logotipiga chalg'imasdan endi men sizlarga ochib ko'rsataman. Mana qo'ygan logotipimiz mana xuddi mana shunaqa bo'ladi. Qani endi bu. Ko'rasizlar, pritsel ham kichkina bo'ladi-da, odam boshiga bog'lashga ko'proq sizlarga yordam beradi. Mana kristal. Yo'q, kristallarga qarshi. O'yin bo'libdi. Mayli, hozir sizlarga bir marta poylab ko'rsatib beraman. Bu versiyada botlar o'zi qattiq o'ynar ekan. Mana headshot berishimiz foizi ko'payapti. Mana tepada ko'rayotgan bo'lsangiz, o'ng tomonda faqat headshot beradi. Agar yaqindan poylab qolmasanglar, mana ko'rasizlar headshot berishini. Agar yaqindan poylab qolmasanglar, headshot bermasligi mumkin, lekin uzoqdan faqat headshot berishga yordam beradi. Hop, bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib unutmanglar. Iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. Bu men uchun katta podдержка bo'ladi. Hammaga rahmat.